Assalamu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Aqida darsimizga xush keldinglar. Biz bugun aqida darsimizning 6-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda tavhid haqida to'xtalgan. Tavhidning lug'at jihatdagi ma'nosi va shariatdagi hukmi va tavhidni buzib o'tadigan ishlar haqida to'xtalgan edik. Endi biz bugungi darsimizda tavhidning qarama-qarshisi bo'lgan shirk haqida to'xtalamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ash-shirku. Shirk degan nima? Shirk degan Uyg'ur tilidagi yaqina shirklashtirish, barobar qilish degan ma'noda. Buning lug'at ma'nosi. Ya'ni Allohga boshqa bir narsalarni qanday qilish, barobar qilish yoki o'rtoq qilish. Bu shirk bo'ladi. Endi shirk, cho'ng shirk va kichik shirk deb ikkiga ayrildi. Har birininki hukmi ayrim-ayrim. Unda bo'lsa biz kitobimiz qaraylik. Ash-shirku. Shirk degan nima desa, lug'at jihatda o'rtoq degan ma'noda, istilohiy jihatda tasviyatu g'ayrillahi billahi fi shay'in min xasoisillah. Allohning xususiyatlaridan bir xususiyatda Allohga Allohning boshqasini barobar qilish. Allohning nurg'ulg'an xususiyatlari bor. Rizq berguvchi, yaratquchi, ishlarni o'rinlashtiruvchi, yordam berguvchi deganga o'xshagan. Mushu xususiyatlardan bir xususiyatda boshqa bir narsani Allohga barobar deb qarash bu shirk bo'ladi. Masalan, rizqni Allohmi beradi, mening xo'jayinimmi beradi desakchi, bu xato bo'ldi. Ya'ni shirk bo'ladi. Xo'jayin faqat rizqni nimasi? Sababi. Rizq kimdan? Allohdan. Demak, Allohning xususiyatlaridan bir xususiyatda Allohga Allohning boshqasini barobar o'rtoq qilish bu shirk bo'ladi. Endi shirk cho'ng jihatdan ikki turga ayrildi. Qaysi? Cho'ng shirk va kichik shirk deb. Ash-shirku naw'an, ikki turlik bo'ladi. Birinchisi ash-shirkul akbar, cho'ng shirk. Ash-shirkul akbar, cho'ng shirk. Cho'ng shirk degan qanday shirk desa, ayaj'al al-insanu lillahi niddan fi at-tashri' aw fi al-ibada aw fi asma'ihi wa sifatihi aw fi rububiyyatihi. Allah subhanahu wa ta'alaga bir insonninki qonun chiqarishda, ibodatda, asma va sifatlarida yoki uning rububiyatida hamtanglik qilishi. Ayaj'al al-insanu lillahi, ya'ni bir odamninki Alloh taolaga hamtang, o'xshash bir insonni yoki bir o'rinni qilishi. Nimada? Qonun chiqarishda, ibodatda yoki asma va sifatda yoki rububiyatda. Biz yuqorqi ibodat, asma va sifat, rububiyatni tafsiliy bir qancha qatim tushuntirib bo'ldik. Shuni bu yerda qayta takrorlamaymiz. Ikkinchisi ash-shirkul asghar, kichik shirk. Kichik shirk degan qaysi desa, u kullu ma kana zari'a lish-shirkil akbar. Cho'ng shirkka vasita bo'lgan narsaning hammasi. Va jaa fi an-nususi tasmiyatuhu shirkan va naslada, Qur'on va hadislarda shirk deb atilib keldi. Shirk deb atilib kelgan. Ya'ni o'zi cho'ng shirk emas, ammo cho'ng shirk uchun vasita bo'lgan. Masalan, riyo desak, bir odam bir pul molni Alloh uchun emas, xalqlik ko'rsin, xalqlimini sehiy ekan desin, innovat topay deb qilgan bo'lsa, bu Alloh uchun emas, kim uchun qilgan bo'ldi? Xalq uchun qilgan bo'ldi. Buning bo'ladi shirkul asqar bo'ldi. Kichik shirk uchib qolgan bo'ladi. Endi buning hukmi qanday bo'ldi? Cho'ng shirkning hukmi qanday bo'ldi? Kichik shirkning hukmi qanday bo'ldi desa, cho'ng shirkning hukmi bu odamni qanday qildi? Iymondan chiqarib o'tadi. Ya'ni islomdan cho'ng shirk chiqib qolgan, chiqib ketadi. Tavba qilish kerak. Bu birinchi jazosi adamul g'ufron. Kechirim qilinmaydi. Cho'ng shirk chiqib qolgan odam. Tavba qilsa, tövbe qilsa albatta qanday qildi? Kechiradi. Ammo tövbe qilmasa kechirilmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda aniq qilib, innalloha la yaghfiru ay yushraka bih. Alloh taolo shirkni qanday qilmaydi? Mag'firat qilmaydi, kechirmaydi. Demak, kechirilmaydi degani tövbesiz qanday qilmaydi? Kechirmaydi. Odatda ba'zi cho'ng gunohlarni tövbe qilmasa-mu Alloh xolis kechiradi, xolis kechirmaydi. Ammo shirknincho tövbe qilmasa cho'qim kechirmaydi. İkincisi tahrimul cennet. Cennet haram bo'ladi. Shirk keltirgan odamga. Nayt ig'ra
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innehu men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi'l cenne. Kimiki Allah'a şirk keltirdi ekan, Allah Teala onunğa cennetni haram qildi deydi. Üçüncüsü hubutul amel. Qilgan ishlarining hammasi bekor chiqib ketadi. İlgari qilgan yaxshiliklari, sadaqatlari, o'qigan namozlari, tutgan ro'zalari shirk keltirish bilan, cho'ng shirkni keltirish bilan bekor chiqib ketadi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna minal khasirin. Agar shirk keltirsang la yahbatanna amaluk. Sening qilgan amallaring shu bekor chiqib ketadi. Va khasirin ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. To'rtinchisi yu'amil muamalatil kuffar. Kafirlarning muomalasi qilinadi. Chunki kafir, mushrikmi shu? Kafir. Kafirlarning muomalasi qilinadi. Kafirlarning muomalasi qilinadi degan nima degan gap? Kafirlarning muomalasi qilinadi deganimiz, birinchidan uningdan qudubaji bo'g'ili bo'lmaydi. Uning qiz bagili, qiz appagili bo'lmaydi. Ikkinchidan ulab qolsa yub taralmaydi, kepallanmaydi. Musulmonlar qabristonligiga dafn qilinmaydi. Bu dunyodagi jazosi. Ondan sonra şirkül asgarning hukmi qanday bo'ldi desa, şirkül asgarning hukmi bu kebir gunohlarning qatoridan. Cho'ng gunohlarning qatoridan. Bir odam kichik shirk ustiga o'lsa, tavba qilmasdan o'lgan bo'lsa, bu Allohning mashiati xolis aslida bo'ladi. Xolishi. Xolisa kechiradi, xolisa kechirmay, shu qilgan gunohiga tushliqcha azoblanadi. Ammo islomdan qanday qilmaydi? Chiqib ketmaydi. Dunyoda musulmonlarga qanday muomala qilamiz? Yani onun bilan qudubaji bo'g'ili bo'ladi, yub tarladi, opat topsa, namoz o'qiladi, musulmonlar qabristonga dafn qilinadi. Ama bu sal qaraydigan ish emas. Bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست